Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz kvadrat tenglama. Asosiy kvadrat tenglamada quyidagi ko'rinishda keladi. Ya'ni x kvadrat teng qandaydir a. Bu yerda biz bilishimiz kerak, ya'ni kvadrat o'z nomi bilan kvadrat degani eng ko'p bilan ikkita yechimga ega bo'lishi mumkin. Yoki bitta yechimga ega yoki yechimi yo'q degan element hosil bo'ladi. Mana misol uchun y teng, ya'ni x a'imiz shart kelishi kerak. Doimo 0 dan katta bo'ladi. Hech qachon kvadrat manfiga teng bo'la olmaydi. Mana misol biz o'rganganmiz. -2 ning kvadrati necha degan narsa bor. -2 ning kvadrati -2 ni -2 ga ko'paytirsangizgina keyin to'g'ri bo'ladimi? Ha, demak, agar ichidagi element minus kelib qolsa yutib yuboradigan tushuncha bor. Shuning uchun ham manfiga teng bo'la olmaydi. Lekin 0 bo'lsa bo'laversin. 0 katta yoki teng bo'ladi, ham teng ham bo'lib qolishi mumkin. Endi mana misol bu yerda shart ketyapti. Xuddi shu formula, ya'ni x kvadrat teng a bo'ladigan bo'lsa, siz bundan a ni mayda x tenglamani topishimiz uchun mana a imiz bu tomonga plus minus ilzosida bo'lib qoladi. Shu holatda ishlab ketamiz. Ana endi bu mana shu formulalardan foydalanamiz. Birinchi topshiriqda aytyapti, x kvadrat teng 1 deyapti. Buni ishlashimiz uchun nima qilamiz? X kvadrat teng 1 bo'ladigan bo'lsa, bu mana xossa bo'yicha 1 ildiz kiradi, plus minus bo'ladi. 1 dan ne chiqadi? 1 dan bitta plus va 1. Sabab 1 kvadrati ham 1, shuning uchun ham kvadrat bilan ildiz qisqarib ketaveradi. Demak, o'z-o'zidan birinchi ildizimiz 1 yetilgan va ikkinchi ildizimiz -1. Kelar yana misol ko'ramiz. Misol uchun 5-misol. X kvadrat teng 36 turibdi. Uning uchun nima qilamiz? Ishlashimiz uchun 36 ni ildizga olamiz. Plus minus ildizda 30 bo'ladi. 36 ne chiqadi? To'g'ri, ya'ni 6 plus minus 6. Bu degani birinchi ildizi 6 ga teng ekan, ikkinchi ildizi esa -6 ga teng bo'ladi. Shu tariqa hisoblab ketaveramiz. Yana bitta misolimiz 6-masala. X kvadrat teng 7 bo'lib qoldi. Uni ishlashimiz uchun mana 7 ildizni ichiga kiradi. Ya'ni plus minus ilzosida 7 bo'ladi. 7 dan ildiz chiqadimi? Yo'q. Demak, chiqmasa shunday qolaveradi. Birinchi ildizi ilzosida 7 ga teng va ikkinchi ildizi esa minus ilzosida 7 ga teng degan tushunchamiz mavjud bo'lib qolaveradi. Ana endi 10-masalada x kvadrat teng -41 bo'lib qolyapti. -41 ga teng bo'la oladimi, yo'qmi? Balki, demak, mana xossa bo'yicha bizda teng bo'la olmaydi. Nimaga? Chunki bu doimo 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Shuning uchun ham nima bizda shu xossamiz bo'yicha -41 0 dan kattami? Yo'q. Shuning uchun ham nima qoladi? O'z-o'zidan x'imiz bo'sh to'plamga teng bo'lib qoladi. Ana endi x kvadrat teng 1,144 bo'lyapti. Buni ishlashimiz uchun nima qilamiz? Buni ishlashimiz uchun oldin buni kasrga keltirib olishimiz kerak, ya'ni 10 kasrga. Qanday qiladi bu? 1,144. Demak, 144 taqsim 100 deganimi? Ana endi bitta x topishimiz uchun ildiz ostida 144 taqsim 100 bo'ladi. Buni ishlashimiz uchun nima qilamiz? 144 dan ne chiqadi? 12 chiqadi. 100 dan keyin 10 chiqadi. Shuning uchun 12 taqsim 10. Agar 12 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi ildizi 1,2 va ikkinchi ildizi esa -1,2 hosil bo'laveradi. Ana endi shunday qilib misollar ishlab ketaveramiz. Ikkinchi topshiriqqa o'taveramiz. Ikkinchi topshiriqda aytyaptiki, 2x kvadrat -8 deya birinchi misol. Buning uchun nima qilamiz? 8. Demak, biz oldin buni keltirib olishimiz kerak. Buning uchun -8 tomonga teng tomonga nima o'tadi? To'g'ri, plus bo'lib o'tadi. Ya'ni 8. Endi 8 ni nima qilamiz? 2 ga bo'lib yuboraman. X kvadrat teng 4 bo'ladi. 4 nechin kvadrat? 2 ning kvadrati, ya'ni ildiz ostida plus minus 4 bo'ladimi? 4 dan ne chiqadi? 2 chiqadi. Ya'ni plus minus 2 bo'lib chiqaveradi. Yana misol ko'ramiz. 10-misol. 6x kvadrat teng -96 turibdi. Buningcha 96 tomonga
plus bo'lib o'tadi. 96 ni 6 ga bo'lib yuboramiz. X kvadrat teng 16. 16 dan ne chiqadi? Demak, to'g'ri, bu o'z-o'zidan necha? 16 dan plus minus 4 chiqadi. Shu tariqa hisoblab ketaveramiz. Ana endi biz o'rganamiz 3-topshiriq. 3-topshiriqda aytayaptiki, x kvadrat minus x teng 0 deyapti. Ishlashimiz uchun nima qilamiz uni? Ishlashimiz uchun ikkalasida bor o'xshashliklarni chiqaramiz. Ikkalasida ham x bor. Eng kichkinasi x o'zimi? X o'zini tashqari chiqaradigan bo'lsak, buni o'rnida x o'zi qoladi va buni x chiqib ketadigan bo'lsa, o'rnida 1 qoldi. Sababi xadma-xad kirgizganingizda x kvadrat minus 1, ya'ni x bo'lib qoladi. Ana endi bu holatda ko'paytma turibdi. Ko'paytmani har biri qachon 0 bo'ladi? Qachonki bu ikkala element alohida 0 ga teng bo'lganda. Shuning uchun ham buni birinchi mana uni 0 ga tenglaymiz va qo'shimchani 0 ga tenglaymiz. Demak, birinchi ildizimiz 0 ga teng ekan, ikkinchi ildizimiz bir tomonga plus bo'lib olib olsak, x ga teng 1. Shu tariqa ishlaymiz. Yoki uchinchi masala, x kvadrat teng minus 9x teng 0 turibdi. Buning uchun 9 bu tomonga olib olishimizdan oldin ikkalasi o'xshash nima bor? To'g'ri, x bor. X qo'shdan tashqari chiqaramiz. X minus 9 qolyapti. Ana endi ikkalasini ham 0 ga tenglaymiz. X teng 0, x teng x minus 9 teng 0. X teng 0, x ikkinchi ildiz esa 9 sabab minus u tomonga plus bo'lib o'tdi. Yoki yana bitta misolimiz 5-chi. 5-sida aytayaptiki 14x kvadrat minus 7x teng 0 deyapti. Buni nima qilamiz? Demak, x qo'shdan tashqari chiqaramiz. X qo'shdan tashqari chiqaradigan bo'lsak, ya'ni x chiqaryapti, sababi ikkalasi x bor. 14x minus 7 qoladi o'rnida. Ana endi har birini buni ham 0 ga tenglaymiz, buni ham 0 ga tenglaymiz. Buni birinchi 0 ga tenglasak, x teng birinchi ildizi 0 ga teng va bu qo'shni ham 0 ga tenglab olamiz. X teng 0 va buni 7 tomonga nima bo'lib o'tadi? Plus bo'lib o'tadi. 7 14 u tomonga nima bo'lib o'tadi? Bo'linma bo'lib o'tadi, ya'ni 7/14. Yana ixtilosi bo'laveradi. 7 bilan 14 necha chiqaradi? 7 bunga bittadan, bunga 2tadan 1/2 bo'lib hosil bo'laveradi. 25-masala yoki 11x kvadrat plus 22x teng 0 bo'ladigan bo'lsa, demak buni ham ikkalasida nima bor? X bormi? X qo'shdan tashqari chiqaramiz. 11x plus 22 teng 0 bo'lyapti. Ana endi ikkalasini ham 0 ga tenglayman. Ya'ni birinchi ildiz teng buni 0 ga tengladik va buni 11x plus 22 ni ham 0 ga tenglaymiz. Bu holda birinchi ildiz 0 ga teng, 11x plus 22 ni 22 tomonga minus bo'lib o'tadi va 22 ni 11 ga bo'ladigan bo'lsangiz minus 2. Ana, demak biz kvadrat tenglamani ishlashimizdan oldin uchala topshiriqni yaxshilab ishlab mustahkamlab olamiz. Keyingi topshiriqlarimiz kvadrat tenglama, ya'ni ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishda kvadrat tenglama diskriminant orqali ishlanadigan topshiriqlar. Bu keyingi mavzularda o'tamiz. Xo'p. Demak, bugungi darsimiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.